O'rtoqlar, BYD Chazorni qaranglar qanaqa. $5000 xarajat qilingan ekan. 20 li diskalar turibdi bu yerda. Mana bu yerga obveslar plastmas oldiga, orqasiga, yonboshlariga, orqasi spoileri ham qo'yilgan. Orqa bamperi ham o'zgartirilgan o'rtoqlar. Qaranglar, tagini deflektorlar qo'yilgan, shunaqa chiroyli qilib. Qo'riqlash departamenti ichki ishlar huzuridagi, ichki ishlar boshqarmasida huzuridagi tepada mana shunaqa migalka turibdi. Bu tomonga kapot ustiga ham qo'yilgan. Qanday chiroylimi o'rtoqlar? O'zbekistonda shunaqa avtomobillar boz birinchisi ekan, yana 5 ta chiqargan. Bunga $5000 xarajat qilingan. Disk balonlarning o'zi $1200 ga tushgan ekan, qaranglar. Chiroyli avtomobillar. Ichlarida lekin o'zgarishi yo'q, ichkari o'sha BYD Chazorning o'zi. Yurishiga, masalan, yurishiga qanaqa o'zgarish bo'ladi bilmadim-ku, lekin shofirlardan so'rab ko'rish kerak. Chiroyli chiqibdi, juda ham zo'r. Dubayda ham shunaqa avtomobillar ko'p edi. Mana O'zbekistonda ham asosda bo'lyapti endi. Nima deysizlar? Faralari hammasi o'sha, lekin oldi ham juda bahaybat bo'libdi, qaranglar. Maza qilsa bo'ladi. Bunaqa oldi ham taniroq. Bunga polniy ruxsat olingan ekan. Mana bu nima qilingan bo'lsa hammasiga qayta jihoz deb ruxsat olingan ekan. Agar BYD chozorchilar ham shunaqa qilmoqchi bo'lsa, albatta hammasiga ruxsat olish kerak.